Hurmatli talabalar, sizlar bilan demak, pulsni, bilak arteriyasida puls tekshirish amaliy ko'nikmasini ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam bizda demak hammamizda hozir telefon bor, sekundomer bor. Yoki sekundomerli soat, yoki sekundomer bo'lgan telefon hammamizda bo'lishi kerak. Endi ikkinchi qadam bemorni kutib olishimiz kerak. Bemor kelganda o'rnimizdan turib salom-alik qilib, uni ma'lum bir joyga o'tkazishimiz kerak. Keyingi qadam biz bemordan ismini so'rab olamiz, o'zimizni tanishtiramiz. Mana shu arada biz qo'limizni gigiyenasini, mana bu yerda keltirilgan qo'lni gigiyenasini bajaramiz. Ya'ni qo'limizni oqar suvda yuvib olamiz. Keyingisi o'zimizni tanishtirgandan keyin bemorga har doim muloyim, professional xushmuomala qilib bo'lish kerak. Nima degani professional? Bemor har xil holat bo'lishi mumkin, sizga noto'g'ri gapirishi mumkin. Demak, o'sha vaqtga hech qachon o'zingizga minus keltiradigan gap gapirmaslik kerak. Doim to'g'ri vaziyatdan chiqib ketib, bemor siz aybdor bo'lmasangiz ham, bemor noto'g'ri gapirsa ham chiroyli gapirib, demak, vaziyatdan chiqib ketish kerak. Keyingisi, endi mana 4-5 ta qadamdan keyin biz aytamiz bemorga, pulsizni tekshirib ko'ramiz. Biz nima qilmoqchi ekanligimizni aytishimiz kerak. Demak, kamida 3 ta barmoqni 3 ta barmoq yordamida bilak arteriyasida mana bilak arteriyasida biz pulsni topamiz. 1 minut davomida sanaymiz. Demak, bemorga diskomfort bo'lmas kerak, yotgan qo'lini напряженно ushlab turmas kerak. 1 minut davomida sanaymiz. Sanaganimizdan keyin siz yaxshimi, biror narsa kerakmi deymiz. Demak, hammasi yaxshi bo'lsa, keyingi qadam biz yana qo'limizni gigiyenasini bajaramiz. Qo'limiz gigiyenasini bajaramizda olingan natijani biz demak kasallik tarixiga qayd qilib qo'yamiz. Normada puls katta odamlarda 60 dan 90 tagacha bo'ladi. Bolalar mana tozacha tug'ilgan chaqaloqda bu bradikardiya bo'ladi. Nechta bo'ladi chaqaloqda? 110 taga tushadi. O'zi 140 ta bo'lish kerak, lekin birinchi hafta 110 ga tushadi. Bir haftadan keyin yana o'sha 140 taga chiqib qoladi. Yosh kattalashgan sari puls sekin katta odamlarga yaqinlashib kelaveradi. E'tiborlaringizni